Team match. Let's go. Hammaga assalomu alaykum. Birga bir lobby. Bizani mana ikkinchi bilan uchinchi o'zimizda tanishlar, nargisi tanish emas. Save qilyapmiz bo'lsa. Yaxshi. Yaxshi. Cho'tki gap yo'q. Bu o'zi jonini olmayapti mana uni. Hep qilmayapti. Biz ko'ramiz. Davay. Kam. Yaxshi. Gap bo'lish mumkin emas. Qarshi YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar. 50 ta bo'lganimizga inshaalloh stream boshlaymiz. Chiqmaydi. Yaxshi, nima qilyapti bu? Nima bu? O'ynashmayapti. 2 ga 1 deb qo'yadi yana. 2 ga 1 deb qo'yadi mana u. 2 ga 1 deb qo'yadi. Qayt o'tdi. Qarshi o't berma. Siz qo'yayotgan mana. Berlin jon yo'q edi. Qarshi bolalar YouTube'ga obuna bo'lib qo'yamiz. Instagramda TDM pastda xursandlik bo'lsalaring. Men chiqib kelaman. Davay. Olasan qara bir qilib GTT 1-2 o'qni adashibsiz. Yaxshi, zo'r. To'g'ri 1 short. 6 1 qil. 5 1 qil. Tushundinglar o'zlaring bolalar. Bile Johir uka unaqa chiqmaydi-da. Naklon bilan chiqmaysanmi hech bo'lmasa? To'g'ri ovozimni eshitmayotganda. Nima bu kaska olyapti bolalar? Mana bu kaska olib kelyapti mana. Branchlet olib o'ynayapti. Qanday bu TDMda branchlet kaska degan narsa bo'ladimi? Kerak emas-ku. Birga bir otishyapti-ku bu yerda. Chiqma jim. Nimaga chiqadi bu? Zo'r. Zonaga boshqa Johir zonagida. Konteynerga chiqyapti. Yaxshi. Zo'r. Bu bola ahmoq ekan, chiqmas ekan bu bola. Siraz yashirmas ekan, bilmas ekan bular TDM hali nimaligini. Uzi bular chiqqanini qaranglar. Bittara sakrab chiqdi. Gap yo'q, gap bo'lish mumkin. Sakrab chiqdi. O'zida 8 ta, zarar bitta, assistlar 0. Yaxshi. Branchletda sal o'rtacha qizil. Yashin. Chapinga ketadi. Nega olib ketganlar lekin, bola xuye bo'ladi. Yaxshi, uni to'rshot. Mencha bu bola chiqib ketsa ham bo'ladi. O'sha nastroykani bosib chiqib ketsa ham bo'ladi. Bu sharmanda shot, uni to'r 6 ta shot kerak bunga. Tем более 2 minut 3 minut qolgandan keyin shot oldirib qo'ysa, Johir hech qachon shot berish uchun chiqmaydi o'zi. Yuziga qarab. Hozir ko'ramiz. Bir-biriga info qilyapti uzoqdan. Qilishni boshladi. Johir qaytish kerak edi. Johir o'tish kerak. Zo'r, cho'tki pik qildi lekin moro gap bo'lish mumkin emas bu Johirga. Johir, anosa yaxshimi deyman-da buni. Chustito'la yaxshimi deyman zo'r. Chapindan kelyapti. Angar kirib ketdi, angardan chiqyapti, chapdan chiqyapti. Reaksiyasi lekin vapshim. Gap bo'lish mumkin emas. Qarshi bolalar, hammaga assalomu alaykum, Hammaga assalomu alaykum deb yana xuddi boshdan boshlagandek bo'lib ketdi. Hozir ko'ramiz, pik qilishdi. Ko'ramiz. Yaxshi. Qatish kerak zonaga, bilar. Otib qo'yadi kelib. Orqaga o'tish kerak o'sha. Jon yo'q. Agar pik qilib yorsa lekin yomon. Jon to'ldir. Qara tepadan tushib ketish mumkin. Bitta chapga o'tib. On tarafdan pik qilyapti, on tarafdan Johir, on tarafdan Ovozim eshitilmaydi. Kulakka boryapti.
Quloq qilib ketsa lekin mana xuyiga bo'ladi. Xuyiga bo'ladi, davay. Davay. Yeban naxuy bilet. Quloq qilib ketdi. Endi bu bola chiqib ketmasa bo'lmaydi, lekin real gap 14 to'r, bu shot 10 ta orqada bu qiyin, 4 minut ichida o'qib olish. Bo'ldi, tamom, короче, bolalar. Bolalar bu просто bilan qildi, xato qildi, save qilib o'tga chiqish. Normalni pik qilmadi. Tibey chiqonlarda kutib olaman deyapti bu. Qara kallang. Kaska tegdi. Javob bir ikkita kallasga kaska tegdi. O'q. Ko'ramiz, ular pik qilarmikan, bitta pik qilarmikan, pik qilyapti. Javob o'q bo'ldi. Zo'r, pik qilish kerak, javob pik qilish kerak. Zo'r. 16-5 bolalar shu. Bu bola Kristalni karlab qo'ydi. Ikkitaga ikkilangan bir o'zim o'ynayman deb. Nima bu shot bu ashim. Ular choqolab ham bunday yaxshi shot oladi-da bori. Nima qilmoqchi bo'lyapti? Yaxshi. Yuguryapti. Faqat yaxshi. Otvar, chunki orqasidan qo'llab yurmaydi, chunki qochadi baribir. Otmaydi, qochadi. Endi bilmadim, endi shot olgandan jonini yo'q qildi. Yezi. Normalni bolalar, короче. U zonasidan chiqishga harakat qilmayapti. Zonasidan chiqishga umuman harakat qilmadi oxirida, chunki 3 minut qoldi bolalar. Inshaalloh 3 minut qoldi. Bolalar YouTube'ga shunday like bosamiz, podpiska bosamiz, 50 ta qilganimizga inshaalloh stream o'qaman. To'g'ri yuzim ko'rinmashi mumkin streamda. Qanaqadir joyda xatoliklar bo'lishi mumkin, ovozlarni. Ya'ni nimadirlardan xatolik bo'lishi mumkin. Endi bolalar, men endi stream yoqadigan insonman endigina inshaalloh keyin kamera olib shu mikrofon, kamera hamma narsasini harakat qilaman. Balkim boshqa YouTube kanal olishim mumkin, balkim agar bu akkauntim ko'tarilsa, YouTube akkauntim ko'tarilsa, mana shuni o'zida stream qilishim mumkin. Bolalar ko'p gapirib yubordim, sizlarga o'yin ko'rsatishim kerak edi. Keyin aytgancha bolalar, aydim yozib ketaman. Kim birga bir qo'yib bering yoki birga bir o'ynayman desa, o'ynaveramiz, qo'yib beraveraman, farqi yo'q. Lobbim bor, 12 ta bir haftalikdan lobbim bor, bemalol bosaveramiz bolalar. Faqat menga obuna bo'lib yozinglar. Inshaalloh agar keyinchalik salishim o'xshab ketsa, pol UC bilan o'ynashim mumkin. Har bitta shotlarga 60 UC dan tashlab beradigan o'ynashim mumkin. Agar har bitta ikkita shotga 60 UC dan tashlab beradigan o'ynashim mumkin inshaalloh qolsa. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shot qaranglar, 22-6. Nima deb o'ylaysizlar? Necha kda bilan chiqyapti? Javohir hozir ko'ramiz. 3-9 Turkiyada bilan chiqyapti. Bo'ldi. Salkam Turkiyada bilan chiqyapti. Mana. Turkiyada anaga 0-3. Qotdi nimaga? Otyapti, lekin to'g'ri harakat qilmayapti. Yomon ham o'tirgan ekan, kaskalarni chaqib yubordi Javohir kaskasini. Tushunmadim-da, bolalar qaranglar-da, mana bu jonini qiziq qildi, pik qilmayapti. Masalan-da bu lekin ukamiz pik qilib kelyapti. Hayishga otib o'ynashga, oxirida shu yerda hayishga otib 1 daqiqa 1 minut qoldi, vaqt xudo qolsa 1 minut. Flopin chiqdi, 100 chiqdi, to'g'risi. Ana bola kirib ketishga harakat qilmadi. Kda 0-3 managa 4.5, menimcha bir betda 4.5 5 kda bilan chiqsa kerak. Nima deysizlar? Qarang. Bu bola nima yo'nal qildi bu bola? Sakrab. Bu hech qachon arenada bunaqa joydan sakrab otish mumkin emas. Bu yoningizda sakrab otishgan, uzoqdan ko'rsangiz, sakrab otish bo'ladi. U yaxshi. Bu bola endi Javohir adashib qoldi. Nimaga bo'ldi? Mana zonadan chiqib ketayotganda ko'rasizlar, sariq bo'lib chiqyapti. Unda jon tegamaydi. 30 daqiqa, 30 sekund qoldi vaqt tugashiga. Bular endi pik qilish kerak. O'rtadan kelishyapti, ikkalasi qarshi da. Yaxshi, zo'r. Bo'ldi. 27 kda bilan ila oxirida qilg'am qilib qo'ydi. Yaxshi Javohir. Kda to'r, короче, bunga qaraganda to'r kda bilan inshaalloh chiqar ekan. Otish kerak, Javohir otish kerak. Sekund vaqt qoldi. Yaxshi.
4 bilan chiqdi. Bo'ldi. O'yin tugadi. Hammangizga rahmat. Ko'rishguncha bolalar, o'yin tugadi. Buni qo'ylar. Kada tur. Ne qo'yya.